Mana o'sha internetda ko'p tarqalgan, juda ko'pchilik so'ragan oshqovoqli parashoklarimiz kelgan. Mana bu ham mevalardan, sabzavotlardan tayyorlangan, probiotik qo'shilgan. Mana buni yaxshiligi bolalardagi quvvatsizlikni, holsizlikni oldini oladi va immunitetni ko'tarib beradi. Undan tashqari gijjalarni va har xil parazitlarni bartaraf etadi. Mana judayam zo'r. Ichida 20 ta bo'ladi. Mana hammasi shu. Ertalabga ichsangiz, nahorga ichsangiz yaxshi effekt beradi. Oshqozoningizni tozalab beradi, shlaglaringizni, musorlaringizni toksinlardan tozalab, yaxshilab beradi. Mana energiyani qayerdan olish mumkin desanglar, energiyaga boy bo'lgan kompaniyalardan ham bittasi Greenleaf kompaniyasi. Nimaga men energiyaga boy deyapman? Chunki aynan ofisga borib komandamiz bilan ko'rishganimizda, boshqa komandagilar bilan ko'rishganimizda shunaqa mazza qilib boraman. Yoshi katta ayollar pozitivniy energiya bilan shundoq dahshat o'zidan chiqarib turadi-da, u energiyani olmaslikning ilojisi yo'q-da, chunki u energiya toshib ketyapti. Ana o'sha energiya uchun menimcha men borganman va o'zi umuman olganda Greenleafga men mahsuloti orqasidan borganman. Siz o'zingizga eko produktni ishlatganingizda haqiqatan o'sha eko produktni foydasini sezishni boshlayotgansiz. Bundoq olib qaraganda men yaqinda mana shampunini olib ishlatdim. Shunaqa zo'r ekan, shunaqa dahshat ekan. Endi men bittada ko'rindi deb aytmayman. Men ishlatdim, erim ishlatdilar. Zubnoy pastasi вообще dahshat. Xullas, Greenleaf maqtashga arziydigan kompaniya.